Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika yonilg'i kompaniyalari kongressga bir taklif bilan chiqmoqda. Dengizda istagancha neft qazishga ruxsat bering, biz esa odamlarni ish bilan ta'minlaymiz. O'tgan yili Meksika bo'g'ozida ro'y bergan halokat tufayli bugun katta hududlar biznes uchun yopiq. Vaholanki neftga talab oshib bormoqda. Sanoat egalarining aytishicha, ehtiyojini qondirish uchun Amerika xorijiy manbalarga tayanib qolgan. Iste'molni kamaytiraylik, energiyani tejaylik degan gaplarni bugun ko'p eshitamiz. Lekin Amerika neft institutiga ko'ra qoramoyga talab aslo kamayotgani yo'q. Jack Gerard, neft sanoati manfaatini himoya qiluvchi bu tashkilot rahbari. Yechim deydi u, dengizdan ko'proq mahsulot qazib olishda. Bu minglab ish o'rinlari ham yaratadi. Kelasi 4-5 yil ichida bizga imkon berishsa, Amerika iqtisodiyotini jonlantirib yuboramiz. Krizisni yengishda ko'maklashamiz. Neft sanoatida ish talay, yaxshigina maosh ham to'laymiz. Hukumatdagilar bizga ishni boshlang deyishsa bo'lgani. Dengizdagi bepoyon hududlarni biznes uchun ochib, 500 million kishini ish bilan ta'minlash mumkin deydi Gerard. Hukumat karmoniga ham 150 milliard dollar tushadi. Talab shuki, Kongress Meksika ko'rfazi va Alyaskada joriy etilgan cheklovlarni olib tashlasin. Neft kompaniyalariga bu yerda ishlashga ruxsat bersin. Biroq ayrim olimlar nazarida sanoat olg'a surayotgan va'da va raqamlar puch. Dan Weiss iqlim muammolari bilan shug'ullanadi. Dengizdagi quduqlarni ko'paytirish o'rniga deydi u, neftga tobelikni kamaytirish haqida o'ylaylik. Ham tez, ham arzon, ham toza strategiya bu. Ertangi kun texnologiyalariga qiziqish kuchli. Quyosh va shamoldan energiya olish loyihalariga milliardlab dollar pul tikilgan. Lekin Amerika hali beri neftga tobelikdan qutula olmaydi. Xitoy kabi iqtisodiyoti tezlikda o'sayotgan davlatlar qo'l qovushtirib o'tirgani yo'q deydi neft instituti rahbari. Amerika tobora ko'proq ish o'rinlarini chetga boy bermoqda. Mahsulotni o'zimizda ishlab chiqargan ma'qulmi yoki chetda? Amerika kompaniyalariga imkoniyat bermasangiz, ular albatta xorijga ko'chadi. O'sha yerdan turib biznes qiladi. Dan Weiss kabi tahlilchilar ta'biricha bu gaplar quruq vahima. Neft sanoatida shuncha kapital bor ekan, arzigulik loyihalar talay deydi u. Bu kompaniyalar Amerikaning o'zida ish o'rinlari yaratmoqchi bo'lsa, marhamat. Yashil sohalar sarmoyaga muntazir. 1 million dollar tiksangiz, 4 karra ko'proq odamni ish bilan ta'minlaysiz. Yangi yildan AQSh kongressida respublikachilar hukmron. Bu partiya azaldan biznes ahli bilan apoq-chapoq. Buning ustiga yonilg'i qimmatlab borar ekan, qora oltin ishlab chiqarishni oshirish kerak deb chiqayotganlar ko'p. Miller Saga Shohruh hamroh Amerika ovozi televideniyasi.